Hammaga assalomu alaykum. Ravshanbek Ibrohimov kanaliga xush kelibsiz. Bu videomizda biz qanday qilib boshqalarning Telegramini kuzatishni, Telegram akkauntini kuzatishni ko'rsatib o'tamiz. Shu haqda ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Albatta bu Telegram bot orqali bo'ladi. Buni juda ko'pchilik bu haqda savollar berdi. Shuning uchun bu haqda video tayyorlayapmiz. Keling, ko'pchilikning savoliga ozgina bo'lsa ham javob berib o'taylik. Telegramni buzib bo'ladimi? Bu haqda juda ko'pchilik savol beryapti. Xavfsizlik bo'yicha Telegram birinchi o'rinda turadi. Ya'ni Telegram akkauntni buzib bo'lmaydi. Sevgan qizingiznikimi yoki biror do'stingizni, tanishingiznikimi, umuman ulanib bo'lmaydi. Uni telefonisiz, ya'ni Telegram akkauntga yoki sim kartaga kod keladi. Siz uni Telegramini shu holatda o'sha kodni kiritib, parollarni kiritib, keyin ulasangiz bo'ladi. Boshqa holatda umuman iloji yo'q. Siz uzoqda bo'lsangiz, uni hech qachon uni boshqasini Telegramga kira olmaysiz. Chunki Telegram dunyoda birinchi o'rinda turadi xavfsizlik bo'yicha. Ma'lumotlarni maxfiyligi bo'yicha ham birinchi o'rinda turadi. Lekin ba'zi usullar orqali boshqalarning profillarini kuzatsa bo'ladi. Mana shuni men hozirgi videoda ko'rsatib o'taman. Telegram xavfsizligi birinchi o'rindaligining asosiy sababi Pavel Durov yaqinda o'sha Fransiyada qamoqqa tushib qoldi. Bu xabarlar o'tgan yili tarqalib ketdi. Mana shu Telegram xavfsizligi sababi. Ya'ni ko'p ma'lumotlar maxfiy saqlanadi, oshkora qilinmaydi. Mana shu sababdan shu Telegram asoschisi qamalib qolgan edi. Hop. Bizni foydali botimizga kirib olamiz. Ya'ni bu kanal описаниесida, video описаниесida bu bot havolasi bor yoki foydali YT bot deb Telegramdan qidirsangiz mana shu bot chiqib keladi. Kirasiz, startni bosasiz. Start bosganingizda mana birinchi o'rinda Telegram tekshirish bo'limi turibdi. Mana shu yerga kirasiz. Mana bu yerda mana aytib qo'ygan. Diqqat, bu foydalanuvchi ochiq bo'lgan holatda ishlaydi. Maxfiylik sozlamalarida akkaunt berkitilgan bo'lsa, telefon raqami yoki username berkitilgan bo'lsa yoki profilga kirish zakrit qilib qo'yilgan bo'lsa, umuman buni bot ko'rsatmasligi mumkin deb ogohlantirib qo'yilgan. Ishlamaydi boshqa narsa deb yozishdan oldin bir bilib ko'ringlar. Demak, mana kirib startni bosasiz. Mana shu holatda chiqdi. Bu salom, men Sherlikman deyarli hamma narsani topa olaman. Sizda allaqachon 3 ta bepul qidiruv mavjud. Hech qanday ro'yxatdan o'tish yoki murakkab qadamlar talab qilinmaydi. Shunchaki sinab ko'ring. Endi mana bu yerda telefon raqamini yuboring deyapti. Yo VKontakte'ga havola yoki Telegramga kirish. Ya'ni username yuboring demoqda. Bir necha soniya ichida biz sizga ma'lumotni yuboramiz demoqda. Hop, bitta bo'limimiz o'tib ketib qoldi. Mana poiskovoya sistema bo'limini tanlashimiz kerak bo'ladi. Bundan oldin mana shu kadrimizda oldingi o'sha kelgan xabardan shuni tanlasak bizga mana shu xabar yuboriladi va biz bu yerga mana ma'lumotni to'liq ko'rsatib qo'ygan. Kontakt nomerini yuboring, email yuboring yoki Telegram nimasini yuboring, username yoki login yoki ID, pasport raqam, xullas nimasi bo'lsa o'sha Telegramda qidirmoqchi bo'lsam, manzil, xullas hammasini yuborsangiz bo'ladi. Ma'lumot kiritilgan demoqda. Hop, endi biz yuboramiz. O'zimni shaxsiy profilimni yuborib ko'rsatib beraman. Hop, bu yerda mana Instagram, TikTok, Telegram qidirsa bo'ladi. Biz Telegramni tanlashimiz kerak bo'ladi. Chunki biz Telegramni qidirmoqdamiz. Hop, mana ozgina kutib tur deyapti. Mana endi biz haqida ma'lumotlarni chiqarib berdi. Hop, bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bu yerda meni profillarimni o'zgartirilgan nomdagi qachon, qaysi paytda, qaysi usernamega o'zgartirganman, qaysi nomga o'zgartirganman hammasi haqida ma'lumot beradi. Bu yerda ID'si berilgan. Hozir xira qilib qo'yganman chunki bu shaxsiy akkaunt. Hop, asosiy
guruhlarga o'tadigan bo'lsak, bu yerda mana Fedora gruppalar, ya'ni mana yerda Mosbet, musiqalar gruppasi, kriptovalyuta, mana yerda Holiganbet, xullas bu men foydalanadigan botlarda majburiy obuna uchun so'ralgan guruhlar hisoblanadi. Bu hech qanaqa reklama emas yoki apk yoki shunaqa Mosbet apk deb qo'ygan yoki 1xbet deb qo'ygan. Bular majburiy obuna bo'lganligi uchun kirilgan gruppalar hisoblanadi. Buni hech qanday targ'ib qilish yoki boshqa narsa emas, lekin men obuna bo'lgan kanallarga mana shu guruhlarni ko'rsatib bermoqda. Mana Rescue Dure Group deb qo'ygan, ya'ni ingliz tilini o'qish bilmayman, lekin mana shu birinchidagi guruh bor. Qolganlari ham bo'lishi kerak. Xullas akalar, mana shunday qilib o'sha Telegramni kuzatsa bo'ladi. Barcha ma'lumotlar berilgan. Meni telefon raqamim va barcha narsasi ochiq bo'lgani uchun shu ma'lumotlarni bermoqda. Bundan tashqari mana bu yerda menyu bo'limi bor va mana shu yerdan bu yerga kirib o'zingizga kerak bo'ladigan kontaktni tanlasangiz bo'ladi. Masalan, adminlik profilimiz. Mana shuni ustiga bosib ko'ramiz. Yuborishni bosamiz. Bu yerda to'liq ma'lumot chiqarmadi. Sababi men ko'p narsani berkitib qo'yganman, lekin mana ko'rib turibsiz, telefon raqamini chiqargan, ID raqam chiqargan va qachon o'sha Ravshanbek pastki chiziqcha 4.0 username o'tkazilganligini chiqarib bermoqda xolos. Yana bitta raqam tekshirib ko'ramiz. Bu profilimiz ham mana yopiq ekan, lekin bu meni profilim emas. Kontaktda просто chiqib qo'yganligi uchun kimdir meni kontaktiga qo'shganligi uchun chiqyapti. Qaydadir telefon raqam yoki username ko'rinib qolsa, savol va takliflaringizni yozib o'tirmanglar. Bu boshqa odam hisoblanadi. Ogohlantirib qo'yyapman. Lekin mana bu yerda mana kontakt, ko'proq qaysi kontaktlar bilan svязda bo'lganini ko'rsatib bermoqda va bu yerda qanaqa guruhlar, asosiy va ochiq guruhlar borligini ko'rsatib beryapti. Mayli, mana shu guruhga ham kirib ko'ramiz buni. Mana guruhlarni havolasigacha chiqarib beradi. Akalar, savollar bo'lsa bemalol o'tib murojaat qilsalaring bo'ladi. Описаниеda va kanal описаниесida, video описаниесida botimizni havolasi bor. O'tib kirib sinab ko'rsaning bo'ladi. Lekin uzoqda turib o'sha sevganinglarning akkauntinimi yoki bir tanishlarning akkauntinimi, yaqiningiz akkauntinimi tekshirmoqchi bo'lgan akkauntingizni tekshirsangiz bo'ladi shu usulda. Lekin o'sha boshqa uzoqroqdan turib Telegramga kirib ulanib olishni iloji yo'q. O'chib ketgan profilingizni ham masalan o'chib ketib birov olib qo'ygan bo'lsa, buni ulab olish iloji yo'q. Agar sizda o'sha telefon raqam bo'lmasa, telefon raqam bo'lishi kerak. Agar o'sha bildirmasdan o'sha sevganingiz bo'ladimi yoki shu savol ko'proq kelgani uchun misol uchun aytib o'tyapman. Sevganingiz bo'ladimi, bildirmasdan olib ulab olsangiz bo'ladi. Agar Telegramni yaxshi tushunsa o'sha qurilmalar bo'limiga kirib qaysi telefon ulanganligini ko'rsa bo'ladi. Albatta buni kuzatish juda ham ko'p usullari bor. Kameralarga ulanib o'sha suratlarni yuborish yoki suratlar olish va havolalar orqali, turli saytlar orqali mana shunaqa usullar bor. Telefon kuzatish uchun juda ham ko'p usullari bor. Kommentariyada fikrlaringizni qoldirsalang, o'sha shunga qarab yangi videolar, yangi video darslar chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videomiz mana shundan iborat edi. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.